Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. 8 aprel çağırılgan Dünya Uyg'ur qurultayining umum vekiller yig'inida qurultayning buningdan keyin xalqaro siyosiy sahnlarda bosilgan strategiyalik qadamlari va ilib beriladigan plan programmalar haqida yangi o'rinlashtirishlar ilib berildi. Qurultayning muavin raisi Zübeyra Şemsin xonimning riyosatchiligida o'tkazilgan va 120 nafardan ortiq vakil qatnashgan yig'in Istiqlol marshimiz bilan boshlandi. Arkadan Zeydin Yusuf başçılıqdaki qahraman barin şehitlerimiz ve Şarkı Türkistan'ın milli müstakillik için küreş kılıp hayatını ayrılgan milli armiya ofisir cançılarımızın royuga atab Kur'an-ı Kerim ve dua okuldu. Qurultayning faoliyat kalendari bo'yicha har 3 oyda bir qitim qurultayning umum vakillar tor yig'ini chaqirilib kelinmoqda. Yig'inning beshida qurultay raisi Dolqin Aysa apandim va qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat apandim 2023-yil kirgandan buyon qurultayning dunyo miqyosida ilib borgan faoliyatlari va xalqaro sahnalarda qo'lga keltirgan natijalarini qisqacha eslatib o'tdi. Dolqin Aysa apandim so'zida bu yil 2-oyning 1-kuni Kanada parlamentida 10 ming Uyg'urni Kanadaga yo'tkab yerlashtirish haqidagi qaror loyihasining Kanada parlamentida birdek ovoz bilan ma'qullanganligining chet ellarda ilib berilayotgan milliy harakatimiz tarixidagi zo'r hodisalarning biri ekanligini alohida ta'kidlab o'tish bilan mazkur qaror loyihasining ma'qullanishi uchun yillardan buyon zo'r tirishchanlik va fidokorlik ko'rsatib kelgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonun komitetining mudiri va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining direktori Mehmet To'xta apandimga, shundaqli Kanada Sharq Turkiston jamiyatining fidokor rahbarlari va a'zolariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirganligini ifoda qildi. Bu yil kirgandan buyon chaqirilgan BDT iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquqlarini qo'g'dash komiteti yig'inida Xitoy vakillari o'migining so'roq tortilganligining va yig'inning xulosa dokladida Xitoyning Sharq Turkistondagi insoniyat qarshi jinoyatlarining qattiq ayblanganligining, shundaqla BDT kishilik huquq kengashining 52-nji navbatlik yig'ini jarayonida Uyg'urlar masalasining muhim kun tartiblarining biriga aylanganligining va yig'in jarayonida Amerika boshchiligidagi 10 dan ortiq davlatning BDTdagi vakillarining Uyg'urlar duchor bo'layotgan zulmlarni tilga olish bilan birga Xitoyning BDT kishilik huquq oliy komissarlik tarafidan o'tgan yil e'lon qilingan Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladda o'ttirib qo'yilgan tavsiyalarga amal qilishga chaqirganligini muhojiratga Uyg'urlarni mamnun qilgan hodisalar ekanligini alohida eskartib o'tdi. Dolqin Aysa apandim so'zida yana bu yil 6-oyda chaqirilgan BDT kishilik huquq kengashining 53-nji navbatlik yig'inida BDT kishilik huquq oliy komissarlik tarafidan o'tgan yil 31-avgust e'lon qilingan va BDT kishilik huquq kengashining 51-nji navbatlik yig'inida Xitoy va Xitoyparast istibdod davlatlar tarafidan rad qilingan Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladning muzokaraga qo'yilishini qo'lga keltirish uchun qurultayning hozirdan boshlab BDT kishilik huquq kengashiga a'zo demokratik ellar bilan va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bilan birlikda jiddiy harakatga kirishganligini, qurultayning yana Uyg'ur davosining Afrika elleridagi ta'sirini oshirish uchun bu yil 3-oydan boshlab maxsus Afrika ishlariga mas'ul bir nafar mutaxassisni qurultay xizmatga qabul qilib ishga kirishtirganligini, Latin Amerikasida bir qator faoliyatlarni boshlaganligini, Latin Amerikasida ta'sir kuchli bo'lgan Ispaniyaning qo'llashini qo'lga keltirish uchun oldimizgi kunlarda qurultay hay'atining Ispaniyada bir qator faoliyatlarni boshlaydiganligini bildirdi. Ömer Qanat apandim qilgan so'zida bu yil kirgandan buyon qurultay rahbarlarining Amerika davlat majlisida va Amerika tashqi ishlar ministrligida ko'p qatim muhim uchrashlar ilib berib, Amerika davlat majlisida muzokara bosqichida turayotgan Uyg'urlarga munosabatli qonun loyihalarining tezroq ma'qullanishini va Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun Amerika hukumatining yenim unumli tadbirlarini yo'lga qo'yishni qo'lga keltirish uchun bir qator lobby faoliyatlarini ilib berayotganligini, Yevropadagi lager shohidlarimizdan Qalbinur Sidiq va Gulbahor Xotivajilarni Amerikaga taklif qilib ekilib, 22 mart Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlar komitetida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida zo'r ko'lamli guvohlik yig'ini o'tkazilishini qo'lga keltirganligini, qurultayning Amerikadagi bu yilgi faoliyatlarining buningdan keyin yana uzluksiz davom qilganligini ta'kidlab o'tdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonun komitetining mudiri va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining direktori Mehmet To'xta apandim Kanadaga 10 ming Uyg'urni yo'tkab yerlashtirish programmasining taraqqiyot yuzlanishi haqida tushuncha berdi. Kanada hukumatining Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkiloti va Amerika Uyg'ur kishilik huquq qurilishidan iborat 3 Uyg'ur tashkilotiga Kanadaga yo'tkab kelingan Uyg'urlarni tizimlash, arxivlashtirish, musofirlik salohiyatini aniqlash va ularni Kanadaga yo'tkab kelish uchun Kanada hukumati bilan bevosita koordinatsiyani saqlash jihatida to'liq salohiyat berganligini, buning Uyg'urlar uchun zo'r bir sharaf ekanligini, Xitoyning Uyg'urlarning o'zining kontrolidagi davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarning g'arb davlatlarga, bo'libmi Kanadaga zo'r ko'lamda kelib yerlashishining oldini olish uchun jiddiy turda buzg'unchilik harakatlarga o'tganligini, turli ijtimoiy taratqularda bu vaqtda fitna fasod va ig'vo tarqitish orqali muhojiratga xalqimiz orasida parokanchilik tug'dirayotganligini, Şoň Kanada Uyghur yetkeş meselesinde türlük suallarga duç kelgen teşkilat ve qarindoshlarimizning Dunyo Uyg'ur qurultiyi,
Kanada Uyghur Haqlarını Qo'g'dash Tashkiloti va Amerika Uyg'ur Kishilik huquq qurilishi bilan bevosita aloqa qilib ma'lumot olish lozimligini, bu vaqt qurultayning axborot vositalarida oldimizgi kunlarda texmi tafsiliy ma'lumot va tushuncha berilganligini ifoda qildi. Yig'inning erkin fikr bo'limida har qaysi ellarda yashayotgan qurultay vakillari o'zlarining qurultayning olib berayotgan xizmatlari, plan programmalari va milliy da'voyimizni qanday qilib yanada kuchlantirish haqidagi turli taklif fikrlarni o'ttirib qo'yishdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandimmi yig'inni qilgan navbatdagi xalqaro vaziyat haqidagi analiz so'zida xalqaro vaziyatdan qanday qilib eng unumli darajada foydalana olamiz va qanday qilib cheklik bo'lgan siyosiy, iqtisodiy va tashkiliy kuchimizni birlashtirib yanada unumli natijalarga erisha olamiz masalasini cho'rilgan asosda o'zining o'y fikrlarini o'ttirib qo'ydi. Qurultayning tashkiliy xizmatlarga mas'ul muavin raisi Farhod Yo'rinqash va qurultayning bosh taftishi Farhod Yoqub apandilarmi yig'inni qilgan so'zlarda qurultay vakillarini qurultayning nizomnomasi va prinsiplariga to'liq amal qilishga, har qanday joyda qurultayning izzat obro'yini qo'g'dashga va o'zi yashayotgan davlatning qonun prinsiplariga hurmat qilgan asosda faoliyat olib berishga, vakillik bedelini vaqtida to'liq o'tashga chaqirdi. Chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari va siyosiy faoliyatchilarimiz turli shakldagi faoliyatlar orqali Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasi qurilganligining 78-yilligini xotirladi. Dunyo Uyg'ur qurultayi Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasi qurilganligining 78-yilligi munosabati bilan 8-aprel maxsus axborot e'lon qilib, 1945-yili 8-aprel kuni G'ulji shahrida Sharq Turkiston Jumhuriyati hukumati tomonidan qurib chiqilgan muntazam Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasini xotirladi. Qurultayning bu vaqtda e'lon qilgan axborotida mundaq deb ko'rsatildi: 1944-yildagi 2-chi Cumhuriyetimizni barliq keltirgan qahramon ajdodlarimizga va bu sharafli yo'lda qurbon bo'lgan butun aziz shahidlarimizga cho'nqur hurmatimizni qayta izhor qilamiz. Milliy armiya bayramimiz muborak bo'lsin. Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasining qurilishi barliq Sharq Turkiston xalqining ozodlikka, hurlikka, mustaqillikka tashna orzusini namoyon qilgan bo'lsa, yana bir tarafdan Sharq Turkiston xalqining zulmga qarshi tajovuzchilarga bosh egmas qat'iy irodasi va kurashchan jasoratini namoyon qilib, tarixda unutilg'isiz izlarni qoldirdi. Shuningga ishonchimiz komilki, kurashchan Sharq Turkiston xalqi hamon bir kuni yana o'zining mustaqil jumhuriyatini va milliy armiyasini jazman qurib chiqadi. Dunyo Uyg'ur qurultayining Qirg'izistondagi vakolatchisi Ro'zmuhammad Abdulboqiyev apandimning bevosita o'rinlashtirishi va Qirg'iziston Uyg'ur ittifoq jamiyatining moslashib berishi bilan 8-aprel kuni Bishkek shahrida Barin inqilobining 33-yilligini va Sharq Turkiston Milliy armiyasining qurilganligining 78-yilligini xotirlash faoliyati o'tkazildi. Faoliyatga Dunyo Uyg'ur qurultayining Qirg'izistondagi vakillari, Qirg'iziston Uyg'ur ittifoq jamiyati idora hay'atining a'zolari, Sharq Turkiston Milliy armiyasiga qatnashib hayotda qolgan g'ozilarimiz va Qirg'izistonning har qaysi Uyg'ur rayonlarining oqsoqollari va yigit boshlar bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Faoliyatda hozir Qirg'izistonda yashayotgan sobiq Sharq Turkiston Milliy armiyasi jangchisi Abdulmit Hoji akamizga Qirg'iziston Uyg'ur ittifoq jamiyatining raisi Tursuntay Salimov apandim tarafidan sharafnoma taqdim qilindi. Tursuntay Salimov apandim faoliyat qilgan so'zida biz shonliq inqilob tariximizni unutmasligimiz, uni yaxshi bilishimiz kerak. Biz bir-birimizni qo'llab-quvvatlab ön bo'lishimiz lozim. Chechilganni bo'ri yebdi. Da'vo uchun ish qilayotgan insonlarimizni tanqidlashdan burun oldi bilan o'zimizdan da'vo uchun, jamoatim uchun nima qilib berdim deb so'rab baqayli deb ko'rsatdi. Faoliyatda Dunyo Uyg'ur qurultayining Qirg'izistondagi vakolatchisi Ro'zmuhammad Abdulboqiyev va Qirg'izistondagi tarixchimiz Hafizov apandimlar tomonidan jamoatga 1990-yili 4-oyning 5-kuni yuz bergan Barin inqilobi va 1945-yili 4-oyning 8-kuni G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Milliy armiyasi haqida tafsiliy ma'lumot va tushuncha berildi. Shundaqla Barin shehidlarimiz va Sharq Turkistonning milliy mustaqillik uchun kurash qilib hayotini ayrilgan milliy armiya ofitser jangchilarimizning ro'yiga atab Qur'oni Karim va Fatiha o'qildi. 8-aprel kuni yana Dunyo Uyg'ur qurultayining Qozog'istondagi oliy maslahatchisi, peshqadam kurashchimiz Qahramon G'ojanberdi, qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Erkin Ahmatov va qurultayning Qozog'istondagi vakillarining uyushtirish bilan Olmuti shahrida Barin inqilobining 33-yilligini va Sharq Turkiston Milliy armiyasining qurilganligining 78-yilligini xotirlash iftor faoliyati o'tkazildi. Qozog'istondagi jamoat arboblarimiz, sobiq milliy armiya jangchilarimiz, har qaysi Uyg'ur rayonlarining oqsoqollari, yigit boshlari va qurultay vakillari qatnashgan iftor faoliyatida milliy ustozimiz Qahramon G'ojanberdi Barin inqilobi va Sharq Turkiston Milliy armiyasi haqida jamoatga tafsiliy tushuncha berish bilan birga Dunyo Uyg'ur qurultayining xalqaro siyosatlarda ilib berayotgan faoliyatlar haqida tafsiliy doklad berib o'tdi. Qahramon G'ojanberdi apandi so'zida
milliy kurishimizga aktivlik bilan qatnashish va Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi tashkilotlarimizning ilib berayotgan faoliyatlarini moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llashning Qozog'istonda yashayotgan butun Uyg'ur jamoatining bosh tortib bo'lmaydigan milliy burchi ekanligini ta'kidlab o'tish bilan birga, navbatdagi murakkab xalqarалық vaziyatdan moyillik bilan foydalanib Uyg'ur masalasini har zaman xalqaroning muhim kun tartiblarining biriga aylantirishning zarurligini, xalqarалық besimning uzluksiz kuchayishiga ergishib Xitoyning hamon bir kuni bosh egishiga va Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini to'xtatishga majbur bo'lganligini ifoda qildi. Faoliyat oxirida barin shehidlarimiz va Sharq Turkiston milliy mustaqillik uchun kurash qilib hayotdan ayrilgan milliy armiya ofitser jangchilarimizning ro'yiga atab Qur'oni Karim va duo o'qildi. 8 aprel kuni Sharq Turkiston milliy armiyasining qurilganligining 78-yilligi boshqa ellardami turli faoliyatlar orqali xotirlandi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tadqiqot markazining o'rinlashtirishi va Yevropadagi ana til maktablarining yaqindan moslashishi bilan Yevropaning har qaysi ellardagi ana til maktablarining o'quvchilaridan tashkil topgan 30 kishilik ekskursiya hay'ati Dunyo Uyg'ur qurultiyi tadqiqot markazining mudiri, elga tonilgan vatanparvar pedagog Abduvali Ayub, Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Samat Abla, Qurultay Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurban va Berlinda yashayotgan Uyg'ur turkolog va tilshunos doktor Ablat Samat apandilarning bevosita yetakchiligida 7 aprel kechdan boshlab Berlindagi faoliyatlarini rasmiy boshladi. 4 kun davom qilgan faoliyat jarayonida Uyg'ur o'smirlarimiz Abduvali Ayub va doktor Ablat Samat apandilarning yetakchiligida Berlin muzeyida saqlanayotgan Uyg'ur ming uy rasmlarini, Uyg'ur qadimiy kiyim-kechaklarini, Berlindagi yahudilar qamalgan lagerlarni va yahudi qirg'inchiligi muzeyini, Germaniya federal parlamenti va Berlin temini ziyorat qildi. Faoliyatning tunji kuni o'smirlarimizga Berlinning tarixi, Berlinda saqlanayotgan Uyg'urlarga oid asar atiqalar, 2 dunyo urushida zo'r irqiy qirg'inchilik uchirgan yahudilarning davlat qurish irodasi qatorliq keng mazmunlarda ma'lumot va tushuncha berildi. 8 aprel kuni yana mazkur o'makka o'g'li bilan qatnashgan Uyg'ur Yevropa ansamblining yetakchisi Muxtar Abdukarim Jamboz apandim har qaysi ellardan kelgan o'smirlarimizning sharafiga maxsus mashrab o'rinlashtirib, o'g'li bilan birga o'rinlagan mo'l mazmunliq mungluq naqsh musiqalar orqali o'smirlarimiz qalbida taxt qurdi. Ekskursiyaning oxirgi kuni bo'lgan 10 aprel kuni o'smirlarimiz Berlin temini ziyorat qilib, tamg'a o'zlarining g'oya maqsad va orzu-armonlari namoyon qilingan rasmlarni sizib qoldirdi. Berlindagi Germaniya federal parlamenti binosi oldidan stansimizning ziyoratini qabul qilgan Abduvali Ayub va Samat Abla apandilar bu qatimqi faoliyat haqida qisqacha ma'lumot berib, tovandikilarni bayon qilishdi. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rman do'stlar. Biz hozir Germaniya parlamentinin oldida bugünkü faoliyatimiz şu Germaniya parlamenti ondan erkek qirg'inchilik muzeyi deganlarni ko'rsatish qo'llangan. Bu faaliyet 7. ısladan 10. ıslagacha qilib o'rinlashtirilgan Uyg'ur bolalarninki Uyg'ur tarixini o'rganish, Uyg'ur madaniyatini tushunish, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tushunish uchun o'tkazilgan faaliyet. Bu faaliyet 7. ısla boshlangan. Tunji kunisi bu o'tmishki safar degan bu Uyg'ur yosh o'quvchilar, bolalar uchrashuviningki tunji kuniki, o tunji kunda bolalarga shu faaliyat haqida tushuncha berib o'tildi. Undan keyingi faoliyatning ahvolini Samat abla sizga tushuntirib o'tgan bo'lsa. Bu qatam faoliyatimiz nəhayət əhəmiyyətli bir faoliyat oldu. Bu tunji qatam Avropada, Avropanın hər qaysı dövlətlərində yaşayotgan Uyğur ösmür bolalarını bir dövlətə düzəb və mütləq bir uçuruş və fəaliyyət uyuşturuş tunji qatam bo'ldi. Bu qatam bu faoliyatimizga Angliya, Fransiya, Belgiya, Norvegiya, Shvetsiya, Finlandiya qatorliq bir qancha Yevropa davlatlaridagi ona til maktablari berayotgan bizningki Uyg'ur o'smir bolalarimizdan 26 nafar bola bu faoliyatga qatnashyapti. Bolalarni ayt xo'shol. Bolalar kelib ham o'zaro tanishib, do'st bo'lib, nəhayət shunday qilib chiqishib Kuvat'da bundan özümüz nəhayət xoş bulduk, vallahi nəhayət xoş buldu. Bu faaliyetinki yana bir mühim məzmunlardan biri, yani vallahi özünə uçurasın, tanışsın, özünün Uyğur ekanligini, Uyğurluğunu bilsin degan maqsad idi. Bu iş nəhayət yaxşı ketdi. Bugün şu
muzeydagi bizning vatanimizdan bundan 100 yillar burun yetkazilgan tarixiy asar atiqalarimizni bolalar ko'rdi. Anondan keyin bu yerdan Kashqurumda bolalar bizniki Shvetsiyadan kelgan Yevropa Uyg'ur ansambliniki yetakchisi Muxtar Jonbaz afandim o'zining soz muzikalarini olib kelgan ekan. Bolalarga naqshbaz qildi. Bu nihoyatda ko'ngilli yaxshi bir faoliyat bo'ldi. Bolalar huzurlandi o'zimizning milliy soz muzikalardan. Amerika Tinchlik institutining to'g'rida yaqinda e'lon qilingan bir maqolada chet elki Uyg'urlarning Xitoyning Uyg'urlarga qarata sodir qilgan jinoyatlarni davlatlarning ichki sud mahkamalarida javobgarlik tortish tirishchanliklarini qo'llashni talab qilgan. Maqolada ko'rsatilishicha, garchi nurg'un to'sqinliklar bo'lsa-mu, lekin Beijingning Sharq Turkistondagi dafsanchiliklarni javobgarlik tortishda ilgirlashlar qo'lga kelgan bo'lib, besimni davomlashtirish kerak ekan. Xitoyning Uyg'urlarga qilgan vahshiylikini ko'rmasga salmayli mavzuliq bu maqolada o'tgan yil Ukrainada sodir bo'lgan vahshiylik jinoyatidan javobgarlik tortish dunyoning diqqat nuqtasi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Xitoyning Uyg'urlarga qarata sodir qilgan jinoyatlarni javobgarlik tortish yo'lida ilgirlashlar bo'lganligi bildirilgan. Lekin Xitoyning Uyg'urlarga qarata sodir qilgan jinoyatlarni javobgarlik tortish yo'lida ilgirlashlar bo'lganligi bildirilgan. Lekin maqolada aytilishicha, Xitoyni sotqa tortish, Xitoyning vahshiyligini irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyat deb bekitish, Xitoyning majburiy emgak mahsulotlarini cheklash qatorliq jihatlardagi ilgirlashlarning mutlaq ko'pi davlat saviyasida cheklanib qolgan ekan. Amerika Tinchlik institutining oliy tadqiqotchisi Lauren Bailey bilan Afg'oniston va O'rta Osiyo ishlarga oliy mutaxassisi Matthew Parkes qalamga olgan maqolada Xitoyni javobgarlik tortishda texim cho'ng ilgirlashga erishish uchun izchil xalqaro qo'llash va hamkorlikni talab qilganligini bildirgan. Maqolda qayd qilinishicha, demokratik davlatlar Xitoyning jinoyatini davomli BDTning kun tartibiga ilib kelish bilan bir vaqtda muhojiratga Uyg'urlarning Xitoyning Uyg'urlarga qarata sodir qilgan jinoyatini universal adliya huquqi orqali davlatlarning ichki sud mahkamalarida javobgarlik tortish tirishchanligini qo'llash kerak ekan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Alloh omonat.